Forex o'zi nima? Men shu yoshligimdagi bosh soqqan uka. Menga ham soqqani qilgan o'zingga ham qilgan uka. Bolalar, bizning sohada 3 ta eng mashhur birja turlari mavjud. Fond birjasi, kripto birjasi va forex birjasi. Fond birjasi orqali sizlar aksiyalar bilan savdo qilasizlar. Daily Coca-Cola yoki Apple kompaniyani aksiyalarini sotib oldingiz. Narx ko'tarilganligidan so'ng o'zingizni foydangizga sotishingiz mumkin bo'ladi. Eng mashhur brokerlardan biri aksiyalarda savdo qilmoqchi bo'lsanglar, bu interaktiv broker hisoblanadi. Kripto birjalar. Bu yerda asosan sizlar kripto valyutalar bilan savdo qilasizlar, spotda yoki futuresda. Eng zo'r kripto birjalardan biri albatta Binance yoki Bitonic hisoblanadi. Forexga keladigan bo'lsak, bu yerda sizlar valyutni paralarda va qimmatbaho metallarda savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Mashhur oltin ham albatta Forexda. Ammo Forexda savdo qilish niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda broker o'rnatib olasizlar va o'sha brokerni terminalga ulasizlar. MT4 yoki MT5. Broker sizlarga pul solish va pul chiqarish uchun kerak bo'ladi. Aynan terminal, ya'ni MT4, MT5 orqali barcha bitimlarni ochib yopasizlar. Haligacha tushunmadinglarmi? Video roligimizni kuzatishda davom etinglar, barchasi tushuntiriladi. Forex bu o'zi nima? Qanday qilib savdo qilsam bo'ladi? Pullarimni qanday yechib olaman? Shunga o'xshash savollarni kommentda har kuni uchratyapmiz. Bolalar, yangi rubrikaga start berishga qaror qildik. Rubrikamiz 10 ta video rolikdan iborat bo'ladi. Barcha video roliklarimizda sizlarga Forex haqida to'liq noldan oxirigacha oddiy tilda ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Forex bu o'zi nima? Qanday savdo qilamiz? Brokerni qanday tanlaymiz? Broker orqali qanday ro'yxatdan, verifikatsiyadan o'tamiz? Qanday qilib shotimizni to'ldiramiz? MT4, MT5 nima? Barcha savollarga to'liq javob olishingiz mumkin bo'ladi. Rubrikamizni o'tkazib yubormasdan diqqat va e'tibor bilan oxirigacha kuzatadigan bo'lsanglar, 10-video rolikdan Forexda birinchi qadamingizni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Bolalar, video roligimizni bitirishdan avval albatta kanalimizga obuna bo'lib, bu video roligimizga like bosishni unutmanglar. Rubrikamizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Va bolalar, Telegram kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Barcha yangiliklar birinchi bo'lib aynan Telegram kanalimizga joylanadi. Barchangizga xayr bolalar. Sog' bo'linglar, charchamanglar.